Assalomu alaykum aka-ukalar, baliqchi aka-ukalar. Baliqchilardan 3 kishi bor ekan. Vodiydagi ko'l. Xolisondan shu yerga baliq tashlamoqchi edik, mablag' nima bo'lib turibdi. Shuni reklamachi qilmoqchimiz. Любительlar uchun faqat. Pulni yeb ketdi, unaqa qilib bo'ldi deydiganlar tushirmay qo'yaversin. Haqiqiy baliqchilar bo'lsa, sharoitiga qarab naqd qo'ysa, savobli ishga qo'l urgan bo'ladi. Pul ko'prashib qolsa 1 kiloligidan tashlab qo'yamiz degan maqsad bor. Mana bu yerlarni obod qilib, chiroyli qilib qo'ydik tadbirkor. Sturil ancha yotdi, xaroba bo'lib. Mana kanikul paytida oilaviy kechalar ham bo'laveradi. Bolalar maktabga chiqqan. Marjnoxona, naryadina, attraksion shaqalari bor. Yana mashaylar bilan maslahatlashamiz. Hada barzorda arzon optim beradi. Agarda pul ko'prashib qolsa, dadil-dadilini tashlaymiz. Eng kichkinasi 1,5 kilo xudo xolos. Qishda bekarchilar ko'p bo'ladi, mana zam olib, ko'p joylarda pulli platniy bo'lib ketyapti. 70 mingga chiqib ketyapti, 60 mingga. Pensionerlarga mol olib kelyapti-da. Bu yerda o'psha. Qarimi, yoshmi, haqiqiy любительlar bo'lsa bo'ldi. Kelaversin ular ham. Ama 3 kilodan oshig'i bo'lsa ishtarak qo'yamiz bu yerlarga. 3 kiloga da olib ketaverasizlar. 3 kilodan oshig'i bo'lsa ishtarapi bor. Двойной. Ana qilib bemalol tutib qishin yozin. Endi oqimdan yuksak desang, hozir qonunlar chiqarib qo'ydi. Baliqchilar qiynalib qoldi, yoshi kattalar. Biz ham maktabdan beri yotib hech maza ham bo'lmay qoldi. Chiqqani qo'l ham tegmay qoldi. Faqat endi savobli ishga qo'l urdik. Xohishi bo'lganlar ataganini shu nomerlarni qo'yamiz, telefon, shot nomerlar. Ko'ngildan chiqqani, ikkilanganlar tushirmay qo'yaversin. Bunda ishimiz yurmay qoladi. Puli ham kerak emas, boshqasi. Mana va'da katta aka-ukalar bittaman turib zanimatsiya qilib, sportlar bilan shug'ullanyapti. Shunaqa gaplar. Rahmat e'tiboringlar uchun like bosib qo'yinglar, iltimos. Ko'pchilik ko'radi. Sog' bo'linglar, vatandoshlar.